Tartibga soluvchi. Tartibga soluvchi asosiy 3 xil ishorasi mavjud. Bular: birinchisi, ikki qo'llarni yonga uzatgan yoki tushirgan holatda. Ikkinchi holatda, o'ng qo'lini oldinga uzatgan, chap qo'l yonida turibdi. Uchinchi holatda, o'ng qo'lidagi jezlni yuqoriga ko'targan holatda. Tirsakdan bukilgan yoki to'liq ko'targan holatda. Birinchi holati to'xtalib o'tamiz. Tartibga soluvchi ikki qo'lini yonga uzatgan yoki tushirgan holat. Tartibga soluvchi ham inson, u ham charchashi mumkin. Qo'lini yuqoriga ko'tarib, ikkala qo'lini yoki charchagan bo'lsa tushirgan holatda bo'lishi mumkin. Bunda ikki qo'l yonga uzatilganda ko'krak tomondan, ya'ni old tomondan va orqa tomondan barcha transport harakati cheklanadi. Bunda o'ng va chap yelka tomondan yaqinlashib kelayotgan transportlar ya'niki relsli transportlar va relsiz transportlarga to'xtalamiz. Relsiz transportlar to'g'riga hamda o'ngga burilayotgan haydovchi yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l berishi shart. O'ng va chap yelkadan har ikkala holatda ham xuddi shu to'g'riga yoki o'ngga, har doimgidek o'ngga burilayotgan haydovchi yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l berishi zarur. Chapga burilayotgan yoki qayrilmoqchi bo'lgan transportlar tartibga soluvchining keyingi ishoralarini kutishga majbur. Bunda to'xtash chizig'i bo'lsa, to'xtash chizig'i oldida, chiziq bo'lmasa chorrahaning eng chekka nuqtasigacha, agar piyodalar o'tish joyi bo'lsa, piyodalar o'tish joyiga kirmasdan to'xtashi lozim. Bunda tartibga soluvchimiz ikki qo'lini yonga uzatgan taqdirda tartibga soluvchini ko'krak old tomondan va orqa tomondan piyodalar yo'lni kesib o'tishiga ruxsat beriladi. Tartibga soluvchining o'ng va chap yelkasidan piyodalar kesib o'tish taqiqlanadi. Ikkinchi holati tartibga soluvchining chap qo'l yon tomonda tushirilgan holatda, o'ng qo'l oldinga uzatilgan jezl bilan. Bu ikkinchi ishorasi. Tartibga soluvchi faqat o'ng qo'l orqali ishora beradi. Tartibga soluvchi xuddi shu holatda turibdi. Biz chap yelka tomonga yaqinlashib kelayotganimizda, bunda bizga barcha yo'nalishlar ochilgan. Agar biz relsiz transport vositasini boshqarayotgan bo'lsak, tartibga soluvchining old tomondan, ko'krak tomondan kelayotgan relsiz transportlarga ham xuddi ruxsat beriladi, faqatgina o'ngga burilishga. Orqa va o'ng yelka tomondan kelib turgan transportga harakat taqiqlangan. Ko'rib turganimizdek, barcha manevrlarni bajarishga chap yelka tomonidan ruxsat beradi, faqat relsiz transportlarga. Old ko'krak tomondan yaqinlashib kelayotgan transportlarimizga yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. O'ngga burilishga ruxsat beriladi. Chapga qayrilib olishga va to'g'riga harakatlanish taqiqlangan. Bunda haydovchi keyingi ishorani kutishga majbur. Ushbu holatda to'liq ko'rsatib berilyapti. E'tibor qarating. Tartibga soluvchini o'ng qo'li oldinga uzatilgan tomondan, ya'ni o'ng yelka tomonga yaqinlashgan transport uchun harakat taqiqlangan hamda tartibga soluvchining orqa tomoni ham harakat taqiqlangan. Taqiqlangan tomonlardan shu yo'nalishda piyodalarni yo'lni kesib o'tishiga ruxsat beriladi, ya'ni orqa tomondan
va o'ng yelka tomondan, o'ng qo'li oldinga uzatilgan tomondan yo'llarni piyodalar kesib o'tishi mumkin. Ruxsat berilgan tomonlardan harakat taqiqlangan. Tartibga soluvchining 3-holatida tartibga soluvchi o'ng qo'lini yuqoriga ko'targan, tirsakdan bukilgan holatda yoki to'liq ko'targan, chap qo'li tushirilgan holatda. Bunda barcha yo'nalishdan kelayotgan transportlar harakati taqiqlangan. Chorraha sathiga kirib qolgan va o'tishga ulgurmagan haydovchilar ushbu holatda chorrahani bo'shatib qo'yishlariga ruxsat beriladi. Tovushli ishora berilishi. Hushtak ishorasi tartibga soluvchi uchun haydovchi va yo'lovchilari, ya'niki harakat qatnashchilarining e'tiborini jalb qilish uchun ishlatiladi. Diqqat ishorasini bildiradi. Tartibga soluvchi ishoralarining qo'llanilishi. Tartibga soluvchi ishoralar qo'llanilishi ko'rib turgan holatimizda o'tishlari aniq ko'rsatilgan. Grafik orqali tushuntirib berilyaptiki, ikki qo'l yonga uzatilgan bo'lsa, oldi orqa taqiqlangan. Tartibga soluvchi ishorasini o'zgartiryapti. O'zgartirishdan oldin har doim taqiqlovchi ishorani, diqqat ishorasini beradi va keyingi ishoraga o'tadi. Chunki transportlar to'xtatib olib, keyin yo'nalishlarni o'zgartiradi. Haydovchilar va harakat qatnashchilariga tushunarli bo'lishi uchun. Albatta, ishoralar o'zgartirib turilganda tovushli ishoradan foydalaniladi. Harakat qatnashchilarini, haydovchilarni, piyodalarni diqqat e'tiborini o'ziga qaratish uchun. Tramvay va tartibga soluvchi, ya'niki relsli transport vositasi. Biz ikki turga bo'lamiz: relsli va relsiz transportlar. Relsli holatga, relsli transportlarga bu tramvaylar kiradi. Tartibga soluvchini o'ng va chap qo'l yonga uzatilgan yoki tushirilgan holatida o'ng va chap yelkadan kelayotgan tramvaylar faqat to'g'riga harakatlanish huquqiga ega. Boshqa yo'nalishlarda harakatlanish taqiqlangan. Relsiz transportlarga xuddi shu ishora to'g'riga va o'ngga ruxsat beradi. Tramvaylarga faqatgina to'g'riga ruxsat beradi. Orqa va old ko'krak tomondan harakat taqiqlangan. Keyingi ishorasida, ikkinchi ishorasida tartibga soluvchi o'ng qo'lini oldinga uzatib turibdi. Chap qo'l tushirilgan yoki ko'tarilgan yelka barabarida. Bunda ko'krak tomondan, old tomondan kelayotgan tramvay faqat o'ngga harakatlanishi mumkin. Xuddi shunday relsiz transportlar ham o'ngga harakatlanadi. Chap yelkadan kelayotgan tramvaylar ikkinchi holatda o'ng qo'l oldinga uzatilgan, chap qo'li yelka balandligida ko'tarilgan yoki tushirilgan holatda chap yelkadan faqatgina chapga burilishga ruxsat beriladi relsli transportlar uchun. Relsiz transportlar barcha yo'nalishda harakatlanishda davom ettirishi mumkin. Tartibga soluvchi bundan tashqari yo'llarda harakatlanganda, xizmat vazifasini bajarayotganda, transport vositalarini tekshirish maqsadida yoki boshqa xizmat vazifalarini bajarayotganda haydovchilarni to'xtashini talab qilishi mumkin. Bunda haydovchi tartibga soluvchi ko'rsatilgan joyda to'xtashi shart. Piyoda, haydovchi, harakat qatnashchilariga tushunarli bo'lishi uchun tartibga soluvchi boshqa ishoralardan ham foydalanishi mumkin. Umumiy qabul qilingan 3 ta ishoradan tashqari qo'llarni harakatga keltirgan holatda boshqa ishoralar bilan haydovchiga tushuntirish berishi mumkin. Ushbu holatda biz tartibga soluvchi haydovchiga tushuntirish berayotganini ko'rishimiz mumkin.
Demak, tartibga soluvchi boshqa ishtirokchilarga tushunarli bo'lish uchun boshqa ishoralardan foydalanishi ruxsat berilgan ekan. Lekin umumiy qabul qilingani 3 ta. Tartibga soluvchining taqiqlovchi ishorasida albatta haydovchilar to'xtash chizig'i oldida to'xtashlari zarur. Chorrahalarda harakatlanganda haydovchilar birinchi navbatda tartibga soluvchi ishoralariga bo'ysunishlari zarur. Bunda tartibga solingan chorrahada svetofor ishorasidan qat'iy nazar haydovchi tartibga soluvchining ishoralariga bo'ysunishga majbur. Ko'rib turgan holatimizda yashil va ko'k avtomobillar uchun yashil yonib turibdi, lekin tartibga soluvchi harakat taqiqlagani uchun albatta to'xtash zarur.